Assalomu alaykum. Bugun o'rgatadigan narsam sizlarga hozir grafik dizayni juda ham rivojlangan. Xo'p, juda ko'p ishlarimiz, ya'ni grafik dizayn bilan bog'liq, ya'ni rasmlarni edit qilish, ya'ni tahrirlash, generatsiya, ya'ni bitta prompt orqali biror narsa rasmlar yaratish, ya'ni juda ham ko'p o'quv markazlari hozir grafik dizaynlarga muhtoj. Lekin endi bu videoni o'rganish orqali siz endi boshqa grafik dizaynlarga qandaydir postlar yoki rasmlar tayyorlab berish dan hech qanaqa murojaat tushmaydi. Shuning uchun bu videoni juda ham diqqatli bilan o'rganishingizni so'rayman. Ya'ni men sizlarga tekin variantini o'rgataman. Shunday AI borki, ya'ni xohlagan rasmni ya'ni generatsiya qila oladi va image editionini ya'ni xohlagan rasmni edit qilib o'zgartirsangiz bo'ladi. Bu orqali siz xohlagan brendingizni qo'yib, tahrirlashingiz mumkin, rasmlar yaratishingiz mumkin. Ya'ni grafik dizaynerlarga hech qanday yordam yoki pul sarflamasdan o'rganishingiz mumkin bo'lar ekan. Bu Chat Queen AI hisoblanadi va bunda ya'ni Queen Chat tekin faqat ro'yxatda o'tib olasiz. Va bu yerda pastda ko'rayotgan bo'lsangiz, image edit bor, keyin image generation bor. Demak, rasm generatsiyasiga kiramiz. Misol uchun, sizga shunchaki rasm kerak bo'lsa, bu yerda variantlar bo'ladi. Misol uchun, promptlar qo'yilgan. Xohlagan bitta promptni ishlashingiz mumkin. Misol uchun, bu sinov tariqasida use this prompt. Ya'ni bu yerda inglizcha, ya'ni so'zlar, ya'ni nimani tasvirlash bo'yicha prompt berildi va shu orqali hozir rasm generatsiya qilyapti. Mana tayyor rasmimiz. Bu rasmni xohlagancha download qilib, edit qilib olsangiz bo'ladi va endi bizga eng muhim narsa bu emas. Undan ham muhim narsa bizga bu image edit. Ya'ni xohlagan rasmni yuklaymiz. Misol uchun men o'zi ko'p ishlarimni shu orqali qilaman, ya'ni tekin bo'lganligi sababli. Misol uchun o'zimda oddiy rasm yukladim. Shu rasmni kreativ qilib sun'iy intellekt postiga moslab deb endi so'rov beradi. Demak, xohlagan o'zbekcha so'z bilan siz xohlagan rasmni edit qilib yaxshilashingiz mumkin. Agar so'rovingiz to'g'ri va tushunarli bo'lsa, ya'ni inglizcha yozsangiz yana ham yaxshiroq, maqsadga to'g'ri keladi. Sababi ko'p o'zbekchaga tushunmasdan boshqacha kiritishi ham mumkin. Mana bu rasmimiz tayyor bo'ldi. Demak, shunaqa. Keyin bu yerda o'zingizni brendingizni, logosi, shunga o'xshagan narsalar kiritishingiz mumkin. Bu albatta tekin. Ko'rabsiz, hech qanday menga grafik dizayner kerak emas. Demak, mana shu orqali siz endi xohlagancha rasmlarni bemalol edit qilib, tahrirlab, o'z brendingizni yurgizishingiz mumkin. Bu albatta cheksiz, tekin, ya'ni boshqa sizga qandaydir Photoshop, qandaydir boshqa egallash shart emas, pulli. Faqat shu orqali tekin versiyasi ham juda kuchli ishlayapti. Bemalol ishlatishingiz mumkin. Demak, video yoqqan bo'lsa, like va obuna bo'lishni unutmang va do'stlaringizga ham ulashishni unutmang. Keyingi videolargacha sog', omon bo'ling, guys.